Shu kecha kunduzda bunaqa arzon narxdagi xonadon ancha bo'luvdi. Chiqarmaganimizga diqqat bilan eshitasiz. Panelli domni narxiga 5 qavatli yangilikli domni 5-qavatdan tayyor bo'lgan xonadon taklif qilamiz. Umumiy maydon bo'ladi 38 metr kvadratdan iborat. Tepalari gipsokardon orqali ishlovli berilgan, ko'rinib turgan barcha jihozlar qoladi. Oyoqdagi ahamiyat beradigan bo'lsak, shponli polla qilingan. Kadastr hujjatlarida hech qanaqa muammo yo'q. Gazdan, svetdan, suvdan ham hech qanaqa muammosi yo'q. Ana bo'lib bizning sanuzilimiz to'liq kafil qilingan, ko'rishingiz mumkin. Ana bu joyda bo'lib bizning kuxnyamiz. Xo'p, lokatsiyasini aniq ko'rsatadigan bo'lsam, manzil bo'ladi. Buxoro shahar 5-mikron, asosiy ko'ryapsizlar. Bolalar maydonchasi, parkovka, hammasi yetarli darajada. Bu tarafimizda 35-maktab, Shayx bozorcha joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsak, uydagilar xonadonning narxini 25.900 dollarga baholab shu narxga chiqaryapmiz. Yetmaganiga ipoteka orqali xarid qilishingiz mumkin. Boshlang'ich to'lov uchun qancha pul kerak bo'ladi desangiz, 12.000 dollar pul bo'lsa, ishingiz o'xshab qoladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga albatta obuna bo'ling. Yaqinlaringizga srochniy videoni jo'natib qo'ying. Bunaqa narxdagi xonadon ancha bo'ldi, reklamaga chiqarmaganimizga. Taklif bizdan, tanlov esa sizdan. Katteshchi akalarimizga yoki da bo'lmasa uchtak uka opa-singillarimizga maxsus taklif bo'ladi. Ko'pchilik obunachilarimiz bizdan quruq yer topib bering, o'zimiz xohlagandek imorat ko'taramiz deyishgan edi. Ana sizlar uchun maxsus taklif. Bunaqasiga 30 metr, bunaqasiga esa 23 metrdan iborat bo'lgan ana shu yer maydonimiz sotuvga chiqadi. Kadastr hujjatdan hech qanaqa muammosi yo'q. Xohlang buni siz o'z xohlaganda anaqa chiroyli qilib 2 etajli danglagan uchastka soling. Xohlang katteshchi akalarimiz o'zlariz proyekt qilib kattesh qilib sotamiz. Faqat taklif beramiz, tanlovda o'zlaringiz hal qilasizlar. Kadastr hujjatda 6 sotiq deb berilgan, egallab olingan maydon esa aytib o'tganimdek 7 sotiqdan ziyodroq bo'libdi. Buni siz boshqa joyda 70.000, 75.000 dollargacha reklama bo'lganini ko'rgansiz. Nasib bo'lsa, Buxoro joy kanalida aynan shu joyimizda 68.000 dollarga reklama qilamiz. Manzilga keladigan bo'lsak, manzil Buxoro shahar, Sherbudin, Tuxumbarak. Aniq lokatsiyasi esa Akuka go'sht magazini lokatsiya qilib kelsangiz bo'ladi. Bittagina manfaatli ish qilishingiz mumkin. Shu videomizga bittagina like bosib, yer maydoni qidirib yurgan Akuka opa-singillaringiz videomizni jo'natib qo'ysangiz, zero manfaatli bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga albatta obuna bo'ling. Rahmat aka. Qalaysiz aka? Sizga rahmat. Uchastka haqida ma'lumot bering. Akajon, uchastka haqida ma'lumot, uchastka qariyb 936 sotiqdan iborat. To'liq pishgan ishdan qurilgan, tepul pol, darvozaxonadan kirganingizdan keyin tepul pol, ana oshxona tepul pol, laminat qilingan, ana hammom tepul pol, tualetlar, duv konturni kotel yaxshisidan qo'yilgan. Polni отопление sistemasi ishtadi. Nima, pechka yo'q umuman. Zalda razmeri nechiga? Razmeri 10 ga 5,5. Zal. Aka, bu 2 etajli imorat ko'taradimi? 2 etajlik, tepasi nima, plitadan. To'liq plita qilingan. To'liq plita qilingan. Yangi uchastka, yangi imorat. Gazdan, svetdan, suvdan muammosi yo'q akajon. Narxini nech pul deb qo'yamiz akajon reklamaga. Buni boshqa joyda siz 130, 120 minggacha reklama qilgan ekansiz. Biz har doimdek sizdan savdolashib olamiz. Narxini ayting. Narxi 110 ming dollar AQSh dollarga beramiz. Kredit qilib ham beramiz. Xo'sh, mashin farqi yo'q, kvartira olaveramiz, farqi yo'q. Pul bo'ladigan narsani cho'q olaveramiz. Faqat puldan boshqa. Shunday. Zelion zonasi ham mavjud. Yana qo'shimcha konstruksiya qilib uchastka solsangiz ham bo'ladi. Bo'ladi-ku, Ilhom. Podval qismi bor. Podvalmi? 16 ga 6. 16 ga 6. 16 ga 6. Podval balandligi qancha? Balandligi 3 metrmi? 2,5. 110 ming dollar so'ralyapti. Kvartira, mashina, barcha xizmati mavjud. Kamiga ipoteka ham qilamiz. Bo'ladi. Endi manzilda 100% to'liq qilib manzil Jondorstdan kelish svetofordan chap qo'lga qaytasiz. Zaynev ko'cha deyishadi aslovnoy bu yo'g'ini. Zaynev ko'chada to'g'ri kirganingizdan keyin bir 200 metrlik ichkariga. 200 metr ichkari. Hurmatli obunachilar, eshitdingizlar, uydagilarni gapirtirdik, qo'ldan kelguncha tasvirlab berdilar. Yana qo'ygandan kelib o'zlarining gaplashib savdolasha olishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga albatta obuna bo'ling.